haqiqiy boylik bilan nomrodlikning farqi zoti qanday bo'ladi? Qanchalik pul topsam, ondan haqiqiy boy hisoblanaman deb so'rabdi bir aylan aqsida. Mushu videorim orqali o'rtaq javob beray. Mening nazarimda boy bilan nomrodning farqi ilkidagi pul molda emas, balki shu molga haqiqiy ega bo'la olishida, pulning xo'jayini bo'la olishida isbotlandi. Boshqacha qilib aytsak, haqiqiy boy pul ishlatishga ustaligidan bilindi. Yana mundaq boylar bor. Ular zarur ishlarda pixsiqlik qiladi. Ozroqli chiqim bo'g'ichi qo'zqa og'rib ketadi. Hisob kitobni to'liq qilib, biror narsaga ketgan puli uchun shuning 2 hassini topqidek vaqt ham zehnini sarf qilib yetadi. Ularning aksicha yana mundaqlar bor. Ular pulini ko'z-ko'z qilish uchun xohlagancha so'raydi, buzib chachidi, zaruriyatsiz ishlarga ortiq pul xarjlaydi. Bu mohiyatda o'sha odamlarning ichining quruqligini isbotlab qo'yadi. Yalmab yutish yoki yemay sestish o'xshashlar ziyoda echirqab ketganlarning ishi. Barni obro'y qilib olishmi o'xshashlar ziyoda yo'qsullikdan tug'ilgan bir qiynab olish hayojini bo'ladi. Bundaq natijadan boshqalar bizning o'zimizga loyiq kelmaydigan bir narsaga erishganimizni his qila oladi. Bu loyiqlik shundoq bo'ladi. Haqiqiy boylar pulni o'ziga marka qilib olmaydi. Yoqtirgan narsa bo'lsa, arzon demay oladi, qadrni qiladi, oddiylikdanmi huzur ola oladi. Setilishga qurbi yetsa, qimmat narsalarga pul sarf qila oladi. Ozgina ziyon yoki chiqim uchun bir kim bilan yomonlashib, o'ziga ko'ngil og'riqi tepib yurmaydi. Ularning nazarida puldan odamning o'zi qimmat. Shunga iqtisodiy erkinlikdan muhimi ko'ngilning erkin ozodligi deyiladi. Navada undaq bo'lmay, pul bizni agashtirib olgan, bo'ysundirib olgan bo'lsa, buni har qancha pul bo'lsa-mu, boylik degili bo'lmas deb o'ylayman. Manfaat bo'lsin azizim.